Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugun yana siz uchun ajoyib bir metodni ko'rsatmoqchiman. Ushbu metodni Flip PDF dasturida o'zingiz ham bemalol tayyorlay olishingiz mumkin. Agar qiziq bo'lsa, kommentariyada izoh qoldirsangiz, ushbu metodni tayyorlashni ham ko'rsatib o'taman. Telegram lichkamni ham qoldiraman. Agar ushbu fayl kerak bo'lsa, dars davomida foydalanish uchun yoki shunga o'xshash metodlar kerak bo'lsa, tayyorlab berish xizmatimiz ham bor. Bemalol lichkamga yozsangiz, faylni tashlab beraman yoki tayyorlab beraman. Ushbu metod farqini top metodi deb atalib, har bitta varaqda mana shunaqa rasmlar joylashtirilgan. Ushbu rasmlarni YouTube'dan ham siz yaxshi bilasiz yoki darsingiz davomida qo'llagan bo'lishingiz mumkin. Shuni o'zgacharoq ko'rinishi bu yerda joylangan. Har bitta varaqlanganda, unda farqli rasm bo'ladi. Shu farqli rasmni o'quvchi 20 soniyada topishi kerak va ushbu rasm farqli rasm ostidagi mavzuga doir savolga javob berishi kerak. Shunchaki savol javob qilgandan ko'ra ushbu metodni qo'llasangiz darsingiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Har bitta varaqlanganda farqli rasm faollashib ko'rinib qoladi. Shu sababdan ham siz metodda qatnashadigan 8 nafar o'quvchini, nima uchun aynan 8 nafar deyishingiz mumkin? Chunki rasmlar 8 ta va undagi savollar ham 8 ta. 8 nafar o'quvchini oldin aniqlab olasiz va elektron doskaga yoki noutbukka teskari qaratib o'quvchilarga qaratib qo'yasiz. Metodda qatnashadigan o'quvchilaringizni va shartni aytib o'tasiz. 20 soniya vaqt beraman. Orqaga o'girilib rasmdagi farqni topasan va undagi mavzuga doir savolga javob berasan deb aytasiz. Va shunda sekundomerga 20 soniya vaqtni belgilab qo'yasiz. Demak, o'quvchi orqaga o'girilib 20 soniyada farqli rasmni topib, undagi savolni javobini berishi kerak bo'ladi.